Assalomu alaykum. Topi 2 testlarida ilgi qismini yechayotganingizda tushunsangiz ham vaqtingiz yetmayaptimi? Unda quyidagi strategiya orqali vaqtni tejashga harakat qilib ko'ring. Matnni tuzilishiga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Matnda odatda 2 xil gap bo'ladi: asosiy gap bilan yordamchi gap. Asosiy gap matnning bosh g'oyasi bo'ladi, ko'pincha bitta gap bo'ladi va umumiy xulosani beradi. Yordamchi gap asosiy gapni tushuntiradi, misol yoki dalil beradi. Odatda bir nechta gap bo'ladi. Xo'p, siz mana shu strategiya orqali, ya'ni asosiy gap qayerda ketayotganini topish orqali matnning asosiy mazmuni nima, muallif nima demoqchi, eng mos sarlavha qaysi, matnning mavzusi nima degan savollarga javob topsangiz bo'ladi. Ya'ni 중심내용 꼬리기, 필자에도 목적 꼬리기. Misol uchun, mana bu tekstga qaraydigan bo'lsak, asosiy gap mana bu gapning oxirgi qismida kelyapti. 이러한 악용을 원정적으로 방지하기 위해서는 신청 정보를 등록해야만 카메라에 반및 유통이 가능하도록 법적 규제를 강화할 필요가 있다. Bu 60-topik testida tushgan 35-savol turi hisoblanadi. Hozir u degani mana shu joydagi fikr qaysi javob variantida kelgan, shuni topsangiz bo'ldi. Bu 3-variantda turibdi mana. 청소형 카메라 악용되는 것을. Mana bu joyda 방지하기 위해서. Agyon. Ko'ryapsizmi? Mana bu agyon 원상적으로 agyon degan so'z 3-qatorda kelyapti, xolos. Pangjihada Makkiyadagi sinonim bo'la oladi. Hozir mana shu joydan xulosa qilishimiz mumkin. Javob 3. Qolgan strategiyalar ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentda strategiya so'zini qoldiring. Qolgan 9 ta strategiyani ham birma-bir o'rgatib boramiz.